Abdurahmonov Muzaffar. Akromov Muhammad Ali. Rahmatullayev. Labbay. Nima bu qiluv? Jim o'tirlaring. Darsdan chiqarib yuboraman bo'lmasa. Rahmatullayev. Labbay. To'roningdan senga hozir bitta ogohlantirdim men. Nimaga yana to'polon qilyapsan? Ustoz darsingizda o'tirsangiz, siz Nima deganing bu darsingizda o'tiring? Tor chiqib ketib kelavering, tor sanan. ustoz haqqingizga chiqarib yuborishga. Haqqim bor chiqarishga. Otangiz kemalar ikkalavingdan. Tor ikkalaving chiq. Tor dabay chiqib kelaving. Sanmisan meni o'g'limni darsdan haydab yuboradigan. O'zing bitta o'qituvchi bo'lsang, o'rningni bilib yurgin. Bo'lmasa sen bilan boshqa joyda gaplashaman boshqachasiga. O'g'limdan kechirim so'ra hozir. Ustoz mumkinmi? Chaqirib turgan ekansiz ustoz. O'g'lingiz juda sho'x. Darsda quloq solmaydi. O'rtog'i bilan bir-biriga qog'oz otib, aynavatchilik o'ynab, yana ustiga-usti menga gap qaytarib, kimatda ogohlantirish berdim. Shunchisida oxiri sizni chaqirtirishga majbur bo'ldim. Buni tarbiyasiga siz bilan men mas'ulmiz. Qaramasa bu ketishda nima bo'ladi bu tarbiyasi? O'g'lim, men sizni tushunmadim. Men kutmadim sizdan bu narsani. Ayb ish qilgandan keyin kechirim so'rashni ham bilish kerak erkak kishi. Kechirimni so'rang ustozimizdan. Kechiring, ustoz bosh qaytarilmaydi. Ustoz, men o'g'limga noto'g'ri tarbiya berib qo'yayotgan ekanman. Kechiring meni. Ba'zan qahramonlarni uzoqdan yoki olis o'tmishdan izlaymiz. O'z sohasida fidoyilik bilan ishlayotgan halol, maqsadlari buyuk insonlar atrofimizda ham ko'pligini, ular bugunning haqiqiy qahramonlari ekanini unutib qo'yamiz.